Hammaga salom. Bugun sizlarga o'z biznesimni va o'zimni rivojlanishim uchun xizmat qilgan kitoblar haqida so'zlab bermoqchiman. Bu kitoblar hayotim mobaynida juda ham ko'p o'qilgan. Bu kitoblar bir yilda qanday qilib boy bo'lish mumkin degan kitob hamda boy ota, kambag'al ota kitobi. Bu kitobda siz ikki xil otaning maslahatlarini o'qib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Savdogarlar ustozi kitobi hamda bu kitobning ikkinchi qismi hamda Del Karnegining Qalb halovat topmasa degan kitobi. Bu kitob sizni o'zligingizni anglashingizga yordam beradi. Bir umrlik mijozlar degan kitob bu mijozlar bilan ishlash qonun-qoidalari haqida sizga so'zlab beradi. Del Karnegining bezovtalikdan xalos bo'lish va yangi hayot boshlash sirlari degan kitobi. Bu kitob ham sizga juda ham katta foydasi tegadi degan umiddaman. Kambag'allikni tark etishni istaysizmi? Bu kitob ko'plab muvaffaqiyatga erishgan insonlar haqida so'zlab beradi va siz ham shunday bo'lishingizga yordamchi sifatida qatnashadi. Va bu kitoblar orasida menga eng yoqqani Baxt sari to'rt qadam, ya'ni Secret. Bu kitobning audio va video shakli bor, lekin kitobda umuman videoda ko'rsatilmagan narsalar yozib ko'rsatilgan. Bu kitob hayotingizni o'zgartirishga, tavakkal qilishga va umuman boshqacha yashashingiz mumkinligi haqida sizga tushunchalar berib o'tadi. Siz ham bu kitoblarni o'qiganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring.